Ko'proq video chiqishi uchun kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Qabul qildim. Koordinatalar aniqmi? Xo'p, Kyle, o'tir. Tezlashamiz. O'zi bu manzil qishloqdan 5 kilometr narida, to'g'rimi? Nega yarim tunda bizni tashlandiq uyga chaqirishdi? Bilmadim. Qo'ng'iroq qilgan odamning aytishicha, ichkarida chiroqlar yonib o'chib turgan. Kimdir yurib yurganini ko'rishgan. Qarang o'rtoq kapitan, binoning derazalari hammasi singan, ammo ichkaridan shu'la chiqyapti. Chiroqni ol. O'q-dorilaring tayyormi? Tayyor o'rtoq kapitan. Eshik ochiq, juda g'alati. Bu yerda qor qalin, lekin hech qanday iz yo'q. Demak, kimdir ichkarida bo'lishi mumkin. Qadam bosganda ehtiyot bo'l. Kapitan, eshityapsizmi? Go'yo kimdir shift ustida sudralyapti. Ko'zlaringni tepaga qaratma. Avval perimetrni tekshiramiz. Bu nima edi? Jim. Orqangga qara. Lekin juda sekin. Kapitan, u odam emas. O'q otma, qimirlamay tur. U devor orasiga kirdi, odam. Devor ichiga kiradimi? Bu yerda qolmaymiz. Chiqish yo'lini top. Tezroq. Kapitan, eshik qulflandi tashqaridan. Bizni ichkariga qasddan kiritishdi. U bizga yaqinlashyapti. Men chiqishim zarur. Germaniyaning chekka shaharchasi. Izg'irin qish mavsumi. Kichik shaharchaga tegishli politsiya idorasida tungi navbatchilikni o'tayotgan ikki politsiyachi, kapitan Genri va zobit Kyle, ikkalasi televizor qarshisida issiq qahva ichib o'tirishibdi. Navbatchilik tinch o'tmoqda. Birdan idora qo'ng'irog'i chalindi. Qo'ng'iroqda zobit gaplashgach, ikkalasi ham shoshilib idorani qulflab, mashinani o't oldirishdi va yo'lga chiqishdi. Nima sodir bo'libdi? Ha, shahar chekkasida bir eski uy bor. Qo'shnilar ustidan ariza tushibdi. Aytishlaricha har xil baqir-chaqir shovqin ovozlari bezor qilishibdi. Ha, Kyle, men bu uy haqida eshitganman. Xizmatga endi kelgandim. Germaniya armiyasidan haydalgan doktor, aniqrog'i bir telba olim, har xil tajribalar o'tkazardi. Har nima bo'lganda ham tekshirib ko'rish kerak, o'rtoq kapitan. Ular shahar chekkasidagi uyga yetib kelishdi. U uylardan uzoqda joylashgan, uy 2 qavatli bo'lib, ahvoli eski, to'zib ketgan, xuddi odam yashamaydigan uyga o'xshardi. Qarang kapitan, uyda chiroq bor, derazalari siniq, eshik ham ochiq, qiziq. Atrof qalin, qor, lekin qorda hech kimning izlari yo'q. Qani yur, ichkariga kiramiz. Fonarni ol. O'q-dorilar tayyormi? Ikki politsiyachi qalin qor ichra uyga birin-ketin kirishdi. Tun izg'irin, qish eshik derazalarni qishning sovuq shamoli kirib, uy ichi uvillardi. Kapitan Genri ichida bir xavotir sezdi. Bu yaxshi emas. Chiroqlar shamolda qimirlab, bir ochib, bir yonib, uyni qorong'ulikka g'arq qilardi. Ular fonarlarini yoqib, qurollarni qo'llariga atrofni ko'zdan kechira boshlashdi. Chaqirishdi, lekin hech kim javob bermasdi. Kapitan, sezdingizmi? Shiftdan nimadir harakatlandi, lekin noodatiy ovozlar edi. Zobit fonarni shiftga qaratdi. Shiftda hech narsa yo'q, faqat singan taxtalar tirnalib turardi. Kyle, tepaga qarama. Birinchi perimetrni kuzatishimiz kerak. Shunda zobit Kyle o'rtada qandaydir qadamlar eshitildi. Pol qirsilladi. Bu nima edi? Ortingga qara. Faqat juda sekin. Zobit sekin ortiga burildi. Zobitning fonar yorug'i orqadagi gavdaga tushishi bilan
tez harakatlanib ikkinchi qavatga zinaga yuqori tezlikda o'rmalab chiqib ketdi. Kapitan, bu odam emas. Yugur! Ular ikkinchi qavatga chiqishdi. Ikkinchi qavat qorong'ulikka cho'mgan, atrofni fonar nuri arang yoritardi. Uy esa jimjit bo'lib qolgan, faqat shamol ovozi xonalarni birma-bir tekshirayotib, ular xonadagi stol ustida qog'ozlarga ko'zi tushishdi. 5-darajali xavfli gaz. Tajriba 330 muvaffaqiyatli yakunlandi. Yirtqich genlar chatishmasi. Qog'ozda shunday yozilgandi. Bu nima balo? Bilmayman, lekin aniqlaymiz. Ular keyingi xonaga o'tishdi. Xonaga kirishlari bilan dimoqlariga achigan qon hidi urildi. Xona burchagida xarxarak tortgancha tana yotardi, qonga belangan holda. Ular uning yoniga borishdi. Olimning so'zlari: Tajriba 330. U juda tez. Jasad shu gapni aytgancha joni uzildi. Friedrich Keller, telba olim. Mana nima uchun uni haydashgan. Bu manfur genlar ustida noqonuniy tajribalar o'tkazishibdi. Kapitan, pastdan qandaydir ovozlar kelyapti. Tor zinalar bo'ylab tushib borishganda, ular zinada oyoq ham emas, panjaning ham emas, g'ayrioddiy qonli tirnalgan izlarni ko'rishdi. Bu izlar pastga, yerto'la bo'ylab olib borardi. Qorong'u zinapoyadan pastga qadam tashlayotganida Kaylning yuragi devorga urilayotgandek chaqallab urardi. Har bir qadam ovozi yerto'laning jimjitligiga maqtangandek eshitilar. Uning sovuqdan qotib qolgan qo'llari sekin titrab, fonarni mahkam ushlardi. Genri esa biroz oldinda, u oldinga tez qadam tashlar, lekin har bir qadamda ortga nazar tashlashni unutmasdi. Yerto'laning devorlari chirigan, qoqilgan, namlik hidi kuchli his qilinar, harorat keskin pasaygan. Havo qalin va qattiq chang bilan to'la edi. Sokinlikni buzgan yagona narsa ularning nafaslari va zinapoyadan pastga yiqilgan loyqa tovush edi. Bir necha qadam bosgach, maxluqning g'alati ko'zga ko'rinmas ovozlari eshitila boshladi. Avval u jirkanch kaltakesakdek tovush edi. Keyin asta-sekin qattiq nafas olish va tanglaydagi g'ijillashlarga aylandi. Kayl fonarni hayrat bilan o'ng va chapga silkitar, xayolida nima ko'rishni bilmas edi. Kapitan, bu yerda nima borligini sezmayapsizmi? Dedi u past ovozda. Har bir so'zda qo'rquv sezilar. Shunda birdaniga devorlar orqasidan qora, notekis soya paydo bo'ldi. U harakat qildi, lekin aniq shaklni ko'rish qiyin. Zobitning ko'zlari fonar nurida aynan shu qora soya ustiga qaratildi. Maxluqning yuzini ko'rish mumkin edi. Terisi parchalanib, lablari bo'shagan, og'zidan qora yiring oqayotgan, ko'zlari qizarib, har tomonga g'azab bilan qaramoqda. U yuqori jag' qismining terisi yirtib tashlangan, ichki suyaklari ko'rinib turardi. Harakatlari g'alati, nozik va tez edi. Uning mavjudligi jimlikni buzib, sovuq terga burkatdi. Kayl qattiq o'pka tortib, to'pponchani quchib oldi va otishga tayyorlandi. Kayl, uzoqlash! Maxluq juda tez harakat qildi. Birdaniga u Kaylga qarshi qattiq suyaklar bilan urildi. Qorin qismiga kuchli zarba berdi. Zobit qattiq qichqirib orqaga yiqildi. Genri g'azab va vahimaga to'la to'pponchasini burib maxluqqa qaratdi. Maxluq yana bir necha qadam yaqinlashdi. Uning ovozi jaranglaydi. Ayniqsa uning nafasidagi qattiq shovqin yerto'la sovuq devorlariga aks sado berdi. Maxluq zobitning azob chekayotgan tanasiga yana bir bor yaqinlashdi va qo'lida nimadir tikanli, ajib bir o'tkir tirnoqlar turardi. Bu tajriba natijasi. Hayot va o'lim o'rtasidagi chegarani buzgan yovuz mavjudot, u o'zining suyak va teri aralashmasi bilan
birinchi zobitga qarshi yana bir kuchli zarba berdi. Zobit yerga yiqilib nafas olishi qiyinlashdi va u o'zining hayotdan asta-sekin ajralayotganini his qildi. Genri esa o'zini yig'ib shoshilinch qochishga qaror qildi. U ortga qarab yugurdi. Fonar nuri qorong'ulikda chayqalib yerto'laning har burchagini yoritib turardi. Shovqinlar, uning yuragi tez urishi va maxluqning izlari orqasidan yetib kelayotgandek tuyulardi. Genrining oyoqlari achchiq sovuq bilan siqilib, toshlarning ustida sirg'alib ketdi. U chiqish bu yerda degan fikr bilan o'zini siqib chiqardi. Lekin yerto'laning noqulay yo'laklari, eshiklarning qattiq sirg'almas qulflari unga yo'l bermasdi. Maxluq orqasidan kelar, o'zining g'alati qattiq nafasi bilan u deyarli ko'rinmas edi. Faqat uning ko'zlarining qizarishi va qorong'uda porlab turgan og'zidagi tikanlar ko'rinardi xolos. Genrining quloqlarida maxluqning o'ziga xos baland qichqirig'i, sovuq va dahshat bilan to'lgan ovozi aylana boshladi. Uy eshigidan chiqishi bilan zinapoyaga qoqilib shoshilgan, har holda ostidagi toshga boshi bilan yiqildi. Boshida issiq suyuqlik sezdi. Shu zahotiyoq Genrining harakati to'xtadi. U falajlandi. Uning miyasi qorong'ulikda yo'qolib ketar, ichkarida maxluq uvvos solib o'kirardi. Tashqarida yonginasidagi politsiya mashinasidan ratsiyada ovoz keldi. Kapitan, eshityapsizmi? Yordam yo'lda ketyapti. Javob bering. U ko'zlari yumilishidan oldin Kellerning dahshatli Gaplarini eslar. Tajriba cho'zib o'tdi. U juda tez. U hushidan ketdi. Bir zum Genrining oyoqlaridan qonli panja, dahshat